Yemegenning eg'iziga seriq suv keltirayotgandek ding-ding so'men qo'rishni o'rganamiz. Yulduz belgisini besib, mazmunni saqlab oling, inkas rayoniga ko'proq gullarni avatib qo'ying. Yetarlik materiallar sho'xla, piyoz, santay, qizilko'k laza, basay qatorliqlarni tayyorlab olamiz. Yoqtirishimiz qarta qo'y go'shti yoki kol go'shti qo'rsak ham bo'ladi. Qozonga yarim cho'mich may quyib, qizg'andan keyin go'shtni solib, go'sht sarg'ayib qizarguncha ravris qo'rib olamiz. Ozroq bosh piyoz solib birdan qo'rib o'tgandan keyin ozroq so'ng piyoz solib, mezilik puroq chiqquncha qo'rib olamiz. Arqadan to'g'rab tayyorlab olgan ko'k laza va qizlazni solib birdan qo'raymiz. Bir tal yurak besib qo'yishni hargiz unutib qolmang. Arqadan basayni solib yana birdan qo'raymiz. Ding-ding so'manni yoqtirdiganlar va shiyxon degan qadni qoldirib qo'ying, qani netchimiz yoqtirdi ekanmiz. Arqadan so'ntazni solib yana birdan qo'rib o'tgandan keyin to'g'rab tayyorlab olgan pomidorni solib birdan qo'raymiz. Pomidorni sep bo'lgandan keyin o'tni kuchliroq ochamiz. Bunda qo'rganda saytig'im shirinlik chiqadi. Sayni qizartadigan laza chanalmasidan bir qo'shiq solamiz, birdan qo'rib o'tgandan keyin ozroq suv joylaymiz. Tuz ta'min tang'ishib olamiz, bir qo'shiq tuz, bir qo'shiq vejing, bir qo'shiq chejing, ozroq oqmat solamiz. Ozroq ochiq suv quyib o'tgandan keyin 4 tal mo'r solamiz. Ding-ding so'manning cho'pini filmda ko'rsatilgan holatdagidek chanab tayyorlab olgandan keyin qozonga solib 1,5 minut atrofida qaynatib suzib olib muzdek chaqaymiz. Çöpni suzib, suyini pokiz saqitib o'tgandan keyin qo'rib olgan sayning tubiga solib, 30 sekund atrofida normal o't qo'rib, taqsiga usib iste'mol qilsaqla bo'ladi. Bugun oldinglarmi, har kuni yangilik va o'zgacha o'xshagan taomlarning etkir sonlari yo'llarida qo'shib olmaganlar qo'shib o'ylang, texnik taomlarni o'rganmoqchi bo'lsangiz, boshpatdagi boshqa filmlarimizni ko'rib o'rganib olsangiz bo'ladi.